Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun yana bitta klientimizni zakazlarini obzor qilamiz. Birinchisi mana shunaqa tilla rangdagi, mana shunaqa diadema zakaz qilganlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Buni o'ziga mos bo'lgan ziraklari ham bor. Mana ziraklari. Ikkinchi zakazlari mana shunaqa juda ham chiroyli bo'lgan oq rangdagi ikkitalik abadok zakaz qilganlar. Buni ham o'ziga mos bo'lgan ziraklari bor. Uchinchi abadoklari mana shunaqa qizil rangdagi juda ham chiroyli nejniy bo'lgan abadok. Bu ham juda ham chiroyli chiqdi. Buni ham o'ziga mos bo'lgan mana shunaqa ziraklari bilan. Ikkinchi zakazlari mana shunaqa tilla rangdagi va gullar bilan bezatilgan mana shunaqa abadok. Bu ham juda ham chiroyli chiqdi. Kelinimizga yoqadi degan umiddamiz. Buni ham o'ziga mos bo'lgan mana shunaqa chiroyli zirakchalari bilan. Sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Qaysi biri ko'proq yoqdi? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman.